Ko'tinglarni ehtiyot qilinglar qisqasi. Aytgancha cho'ntaginglarni demoqchi edim. O'rtoqlar, ijtimoiy tarmoqlarda yangi jang boshlandi. Ya'ni Nilufar Hamidova va yanada taniqliroq aktrisamiz o'rtasida. Shuni Xayrilla aka Yo'ldashevdan so'raylik-chi, nima sababdan unaqa bo'lyapti? Xayrilla aka, Labe, jangdan xabaringiz bormi? qana jang? Nilufar Hamidova hamda Uzoqova o'rtasida jang bo'lyapti-yu. Ha, bugun ertalab Instagramda Nilufar mani u debdi, mani bu debdi, falonchi aktrisamiz, o'zlarini o'tmishini bilamiz, ko'plarini deb gapirayotgandi. O'shani aytyapsizmi? O'sha. Ustoz aktrisamizni intervyularini ko'rib qoldim-da. Adashmasam birga o'sha serialda rol o'ynashgan ular. Shunaqa. Adashmasam o'ynashgan bir paytlar. Kelin obrazida bo'lgan. Bir paytlar o'ynashgan. Bilmadim-ku, xullas kalom. Kommentariyada qoldirishadi aka. Bu ijtimoiy tarmoqdagi bu yangi mavzu, yangi fitnaning sababi yaqinda yana bir qanaqadir bir nimani narxi oshsa kerak yoki qanaqadir yangi birorta bir vazirlarimiz, mehribonlarimiz yangi qaror qabul qilsalar kerak-da. E'tibor shu yoqqa tortib qo'yish, lekin yangi ichida ish qilib yuborishyapti-da. Sababi shu deng. Bitta narsa aytib beraymi sizga? Dorboz degan o'yinni bilasizmi? Dorboz hammani tepaga qaratib, langarli dorbozni simni ustida dimonoq oshiradi-da. Hamma o deb turgan paytda dorboz hamma cho'ntagidagi pulni sekin shilib ketadi. Osmonga og'zini lang qilib qo'yib. Buni dorboz o'yini deydi bunaqangi ijtimoiy tarmoqlardagi fitnalarning sababini. Voy, men kutmagandim bunaqa javobni. Keyingi yana bitta savol hozir kelib qoldi. Xayrilla aka, ijtimoiy tarmoqlarda hech qachon sigaret bilan ko'rinmagandingiz. Bugun sigaretdasiz. Doim sigaret chekmagan paytim syomka qilardim-da. Hozir endi sigaret bilan syomka qilyapman. Aytingiz-ku, "Ya bo'lmaydi" dedingiz oldin. Ha, bo'lmaydi. O'ylab qarasa, nima bo'lmaydi? Nima endi Farruh Zokirov bir umr sigaret bilan rasmga tushadi, videoga tushadi. Nima uchun boshqa taniqli jahon taniqlilari qo'llarida bir sigaret bilan yoki o'zini bir noodatiy qusurlari bilan ko'rinish berishdan uyalmaydi? Chunki samimiyat bor-da yerda. Bizda hamma yo'q yolg'on. Rasmiyatchilik yo'q. Rasmiyatchilik yo'q. Yo'q, samimiyat bo'lish kerak. Endi chekasanmi? Bo'ldi, nima kerak bu uni aldab? Rostda, men farishtaman, svetoyman deyish kerak yo'q. Mana svetoyman deganlar tagidan nima chiqib kelyapti? Xullas kalom, Nilufar Hamidova bilan ustozi o'rtasidagi fitna bu albatta ssenariylashtirilgan, tayyorlangan narsa. O'sha dorboz o'yini. Qaranglar, dumaloq oshyapti deb hammani og'zini tepaga lang ochib qo'yadi-da, cho'ntagingizda pulni ishlaydigan zamonda yashayapmiz. Ko'tinglarni ehtiyot qilinglar qisqasi. Aytgancha cho'ntaginglarni demoqchi edim.